Assalomu alaykum. Men obunachilarim yana bir 2026-yil 11-iyun dinib muazzamati yana samit keldi obunachilar. Alaman desangizda 47 ming so'mdan beraman deydi. Samarkand 550 marka, Qaraqalpoq 450 marka samitim bor deydi. Kerak deyillere bağat bo'yicha dastlabki xizmati bor. Boshqa yer olsa kelishilgan holatda deydi. Alaman desangizlar telefon nomerlarini qo'yib o'taman, telefonlashib, kelishib, ko'rib o'zingiz olaverasizlar. Inonchli narsa, garantiyali deydi deydi. 91lik 572 70 10 azamat o'zining nomeri obunachilar. Telefonlanib, bog'lanib, gaplashib, ko'rib, alinglar samitima garantiya eladi, toza geldi deydi. Samit vish sortda turibdi. Yana o'zingiz bir telefonlashib gaplashib ko'rib olaverasizlar obunachilar. Nega deydi? Qaraqalpoqqa deydi garantiya 100% eladi. Zo'r deydi. Qaraqalpoqqadan maqtab turibdilar deydi. Alg'alla 450 marka o'zim 47 ming so'mdan qimmat emas olib eladi deydi. Alaman desangizlar azamatning o'zi bilan bog'lanasizlar. Gaplashib olaverasizlar.